Dasturimiz davom etadi. Yosh avlod o'rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, o'zbek adabiyoti, san'ati va durdonalari bilan tanishtirish maqsadida har yili respublikamiz bo'ylab kitobxonlik haftaliklari o'tkazib kelinadi. Yaqinda Abu Ali bin Sino nomidagi Buxoro viloyat axborot kutubxona markazida O'zbekiston kitobxonlar yurti 5-respublika kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tdi. Tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin egallagan. Haftalikning ochilish marosimida Buxoro davlat universiteti o'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabalari, Buxoro shahridagi 20-umumta'lim maktabi o'quvchilari, shoir va yozuvchilar hamda viloyatimizdagi ko'plab kitobsevar yoshlar ishtirok etishdi. Tadbirda so'z olganlar tomonidan kitob insoniyat va jamiyat madaniyatining ajralmas bir qismi ekanligi, u kishilarni tarbiyalashning muhim vositasi hamda bilimlar xazinasi, donishmandlik chashmasi ekanligini ta'riflab o'tishdi. Chindan-da kitob qalblar malhami. U barcha sohaga oid ma'lumotlarni to'plash, saqlash usuli sifatida muhim ahamiyatga egadir. Inson tafakkurining rivojlanishida kitob va yozuv hamisha hamroh bo'lgan. Insoniyat yaratgan muomala vositalari ichida eng ishonchlisi, eng qulayi bu kitobdir. 2020 va 25-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va uni yanada takomillashtirish milliy dasturi qabul qilingan. Bu dasturga oid har yili aprel oyida turli shiorlar ostida kitobxonlik haftaligini o'tkazish an'anaga aylangan. Mana bugun ham respublikaning barcha hududlarida bu haftalikka start berildi. Respublikadagi eng yirik kutubxona, milliy kutubxonadan tortib viloyat kutubxonalarigacha, viloyat kutubxonalaridan tortib chekka tuman shahar axborot kutubxona markazlarigacha ushbu haftalikning ochilish marosimlari o'tkazilyapti. 21-apreldan 26-aprelgacha ushbu haftalik davom etadi. Haftalik doirasida turli uchrashuvlar, musiqiy kechalar, chellenjlar, aksiyalar, umuman turkum tadbirlar o'rin olgan bu dasturdan. Tadbir davomida kutubxona bo'ylab sayohat uyushtirildi. O'quvchilar ishtirokida adabiy badiiy kecha tashkil etilib, qo'shiq va raqslar ijro etildi. Kitobxonlik tanlovlarida g'olib bo'lgan o'quvchilar bilan munozarali savol-javoblar o'tkazildi. O'zbekiston kitobxonlar yurti 5-respublika kitobxonlik haftaligi hafta davomida o'z ishini davom ettiradi.